U yoqdan deylik xurmo olib kelsam men yutaman deb o'ylashadi. Yo'q. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim sizlarga ham tavsiya, kim safariga, umra safariga, haj safariga borsa, u yoqdan deylik xurmo olib kelsam men yutaman deb o'ylashadi. Yo'q, sizlar mana xurmo, Ajva xurmo marketda deyarli Saudiyaning narxida turibdi. Kelasizlar, shu yerdan olasizlar bemalol. Ya'ni Saudiyaning narxida emas Zamzam. Ya'ni u yoqda tekin Zamzam. U yoqda tekin, bu yoqda 300 ming so'm. Endi pul moddiy tomonlama. Deylik, u yoqni o'zidan o'sha bagajimizga, o'sha kiloyimizga mo'ljal qilib baklash keladi, olib kelsak, o'zimizning yaqinlarimizga siz uchun maxsus o'sha yerdan o'z qo'llarim bilan to'ldirib olib keldim deganingizga yetmas ekan. Shuning uchun sizlarga ham tavsiya qilib qolamiz. Bizdan ham ko'p so'rashadi, u yoqda xurmoni taqqoslashadi narxlarini, boshqa o'zimizga aytamiz sizlarga. Bagajingizga undan ko'ra shu Zamzamni maydalab olganinglar yaxshi deb aytamiz. Salomat bo'linglar.